Agar siz 25 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya ota-onangiz, buyingiz, bobongiz bo'lsa, bugungi ma'lumotni o'tkazib yubormang. Chunki sentyabr oyida ko'pchilik pensionerlar bilmay qoladigan. Lekin cho'ntagiga real pul bo'lib kirishi mumkin bo'lgan bir nechta moliyaviy imkoniyatlar bor. Men buni shunchaki sovg'a deb atayapman. Chunki ko'p odamlar bu pullarni kutmaydi, so'ramaydi, tekshirtirmaydi va natijada o'ziga tegishli mablag'ni vaqtida olmaydi. Men sizga bugun oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar pul olishi mumkin? Kimlar albatta tekshirtirish kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi hujjatlar kerak? Qayerga murojaat qilish lozim va eng muhimi, qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki yaqinlaringizga ham foyda berishi mumkin. Avvallari pensionerlarning katta qismi pensiya miqdorini bir marta tayinlangan narsa deb qabul qilardi. Ya'ni odam pensiyaga chiqdi, unga bir miqdor belgilandi. Keyin faqat umumiy oshirish bo'lsa oshadi. Bo'lmasa shu bilan qoladi deb o'ylardi. Aslida esa pensiya hayot davomida bir necha sabab bilan qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lishi mumkin. Ish beruvchi uning nomidan ijtimoiy to'lovlarni o'tkazgan bo'lishi mumkin. Ayrim hujjatlar oldin bazaga tushmagan, keyin topilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi davrlar, masalan, ish staji, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat, farzand parvarishi, zararli ish sharoiti yoki boshqa imtiyozli davrlar pensiya hisobida to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda pensioner o'z pensiyasini qayta hisoblatish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni, chunki ayrim ma'lumotlar avtomatik ko'rinadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar ma'lumot bazada noto'g'ri bo'lsa, yo'q bo'lsa yoki eski hujjat raqamida xatolik bo'lsa, odam o'zi harakat qilmaguncha pulni olmasligi mumkin. Shu sababli sentyabr oyida, ayniqsa pensiya, nafaqa, kompensatsiya va bank to'lovlarini tekshirish juda muhim. Men sentyabr deb alohida aytayotganimning sababi shuki, yozdan keyin ko'p tashkilotlar ish ritmiga qaytadi. Byudjet to'lovlari, ijtimoiy nafaqalar, yangi o'quv yili bilan bog'liq xarajatlar, kommunal to'lovlar, dori-darmon xarajatlari oshadi. Aynan shu paytda pensionerlar o'ziga tegishli qo'shimcha to'lovlar, qayta hisob-kitoblar yoki imtiyozlarni tekshirsa, oilaviy byudjetga sezilarli yengillik bo'ladi. Birinchi navbatda 75 yoshdan oshgan ayollar, pensiyaga chiqqan yoki chiqish arafasidagi fuqarolar, shuningdek olim yoshga yaqinlashayotgan erkaklar o'z hujjatlarini tashrif kerak. Chunki pensiya faqat yoshga qarab emas, ish staji, ish haqi, ijtimoiy to'lovlar, imtiyozli davrlar va hujjatlar to'liqligiga qarab ham hisoblanadi. Tasavvur qiling, Dilbar opa 26 yoshda. U 25 yil tikuvchilik korxonasida ishlagan, keyin 3 yil bozorda sotuvchi bo'lib rasmiy ishlagan. Yana keyin pensiyaga chiqqandan so'ng yarim stavkada maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Pensiya tayinlanganda uning eski korxonadagi 2 yillik ish haqi arxidan topilmagani uchun hisobga kirmagan. Dilbar opa baribir kam bo'lsa kerak deb yuravergan. Lekin keyin arxidan ma'lumotnoma olib borsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Agar oyga tag'masa 1000 so'm qo'shilsa ham, bir yilda bu 16 so'm degani. Agar qayta hisoblash oldingi davrga ham taalluqli bo'lsa, qo'shimcha bir martalik to'lov ham chiqishi mumkin. Ikkinchi misol, Anvar aka 62 yoshda pensiyada, lekin oxirgi 2 yil qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. Ish beruvchi uning nomidan tegishli ajratmalarni o'tkazgan. Ko'p odam o'ylaydi, men pensiyadaman, ishlasam ham pensiyam o'zgarmaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ayrim hollarda pensiyadan keyingi ish davri pensiya qayta hisobida rol o'ynashi mumkin. Shuning uchun Anvar aka sentyabrda pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, oxirgi ishlagan davr hisobga olinganmi, yo'qmi so'rash kerak. Agar bazada ko'rinsa, yaxshi. Agar ko'rinmasa, ish joyidan ma'lumotnoma, mehnat shartnomasi yoki elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlarini tekshirtiradi. Uchinchi misol, Muhabbat opa yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi bor. Lekin kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat xarajati sabab oy oxiriga pul yetmaydi. Bunday pensionerlar faqat pensiya miqdorini emas, balki qo'shimcha ijtimoiy yordam, mahalla orqali beriladigan moddiy ko'mak, nogironlik bo'lsa parvarish nafaqasi, dori-darmon bo'yicha imtiyozlar, kommunal to'lov kompensatsiyasi kabi imkoniyatlarni ham tekshirtirish kerak. Ba'zi yordamlar avtomatik berilmaydi, murojaat talab qiladi. Odam bormasa.
ariza yozmasa, menga tegishli ekan deb o'ylamasa, hech kim uyiga kelib pulni berib ketmaydi. 4-misol, Sobir aka umrining ko'p qismini zararli sharoitda ishlagan, masalan, kimyoviy ishlab chiqarishda, konchilikda yoki og'ir sexda. Bunday ish joylarida ayrim imtiyozli tallar bo'lishi mumkin. Lekin muammo shundaki, eski korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlar arxivga ketgan bo'ladi. Agar Sobir aka oddiy staj bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsa, lekin aslida imtiyozli davr bo'lsa, u yutqazayotgan bo'lishi mumkin. Buni faqat hujjat bilan isbotlash mumkin. Shuning uchun arxiv so'rovi juda muhim. Endi kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish davrlaringiz elektron bazada to'liq aks etgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri kiritilgan bo'lsa, pensiya tayinlash qarorini olgan bo'lsangiz va oxirgi yillarda qo'shimcha rasmiy ish bo'lmagan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir yiliga kamida bir marta tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan xato odamning o'zida emas, ba'zida bo'ladi. Yana bir muhim guruh bank kartasiga pensiya oladigan pensionerlar. Ba'zan to'lov keldi, lekin odam bildirishnoma olmagan bo'ladi. Ba'zan karta muddati tugaydi. Ba'zan bank ilovasida eski raqam turadi. Ba'zan pensioner kartasini farzandiga berib qo'yadi va o'zi qancha pul tushganini bilmaydi. Men bu joyda juda ehtiyot bo'lishni aytaman. Pensiya sizning shaxsiy daromadingiz. Kartangizni birovga to'liq ishonib topshirish, PIN kodni aytish, SMS kodni berish xavfli. Eng katta xato shuki, odam hamma narsani davlat o'zi biladi deb o'ylaydi. Ha, ko'p ma'lumotlar elektronlashgan, lekin eski davr ish staji. Kolxoz, sovxoz, kichik korxonalar, yopilib ketgan tashkilotlar, qayta nomlangan zavodlar bo'yicha ma'lumotlar har doim ham to'liq emas. Agar siz 1990-yillar yoki 2000-yillarning boshida ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarda uzilish bo'lish ehtimoli bor. Ikkinchi xato, arxiv hujjatini oddiy qog'oz deb mensimaslik. Pensiya hisobida har bir yil, ba'zan har bir oy ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, odamda 24 yil, 8 oy staj bor. Lekin ma'lum bir imtiyoz yoki hisoblash uchun 25 yil kerak bo'lishi mumkin. Yetishmayotgan 4 oy topilsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun eski mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi. Arxiv javobi harbiy bilet, nikoh familiyasi o'zgargan bo'lsa, EXDYO hujjatlari juda zarur. 3-nozik nuqta familiya o'zgarishi. Ayollar ko'pincha turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartiradi. Eski mehnat daftarchasi bir familiya, pasportda boshqa familiya bo'lishi mumkin. Agar bu bog'liqlik hujjat bilan tasdiqlanmasa, ayrim ish davrlari hisobga olinmay qolishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa tegishli hujjat, ism familiya o'zgargani tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. 4-xato, firibgarlarga ishonish. Sentyabrda pensiya oshadi, qo'shimcha pul tushadi, yordam puli beriladi degan gaplar ko'payganda telefon firibgarlari ham faollashadi. Sizga kimdir qo'ng'iroq qilib, pensionerlarga bonus bor, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini ayting, pul tushirib beramiz desa, darhol telefonni qo'ying. Pensiya jamg'armasi, bank yoki davlat tashkiloti hech qachon SMS kod, PIN kod, karta parolni so'ramaydi. Agar haqiqiy to'lov bo'lsa, rasmiy ariza, rasmiy tizim, rasmiy bo'lim orqali hal qilinadi. 5-nozik masala, hamma pensioner ham bir xil to'lov olmaydi. Kimdir qo'shimcha pul oladi, kimdir olmaydi. Bu adolatsizlik degani emas, bu huquqiy asoslar har xil degani. Masalan, bir odamning staji ko'proq, ikkinchisining ish haqi yuqoriroq bo'lgan, uchinchisida nogironlik guruhi bor, to'rtinchisi yolg'iz yashaydi, beshinchisi urush yoki mehnat faxriysi maqomiga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnining pensiyasi siznikidan ko'p bo'lsa, darrov xafa bo'lmang. Avval uning asoslari boshqa bo'lishi mumkinligini tushuning. Lekin o'zingiznikini tekshirtirishga haqqingiz bor. 6-masala. Pensiyani qayta hisoblatish har doim ham avtomatik ko'payish degani emas. Men sizga halol aytaman. Ariza berishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Ba'zi holatda yangi ma'lumotlar pensiyani oshiradi. Ba'zi holatda esa ta'siri juda kam bo'ladi. Lekin odatda qonuniy huquqni tekshirtirish zarar qilmaydi. Eng muhimi, rasmiy javob oling. Og'zaki sizga bo'lmaydi degan gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizda hujjat bo'lsa, ariza qabul qilinishini so'rang. 7-nuqta. Pensiya va nafaqa bir xil tushuncha emas. Pensiya odatda ish staji va sug'urta to'lovlariga bog'liq, nafaqa esa muayyan ijtimoiy holat, yosh, nogironlik, kam ta'minlanganlik yoki boshqa asoslar bo'yicha tayinlanishi mumkin.
Ayrim odamlar menda pensiya bor, demak boshqa yordam so'ray olmayman deb o'ylaydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Agar oilaning daromadi past bo'lsa, davolanish xarajatlari katta bo'lsa, yolg'iz yashasa, parvarishga muhtoj bo'lsa, mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali qo'shimcha yordam imkoniyatlari tekshirilishi kerak. Birinchi qadam. Pensiya miqdoringiz va oxirgi tushumlarni tekshiring. Agar bank kartasiga olsangiz, bankomatdan mini ko'chirma oling yoki bank ilovasidan oxirgi 36 oy to'lovlarini ko'ring. Agar naqd olsangiz, to'lov sanasi va miqdorini yozib boring. Har oy qancha tushayotganini bilmasangiz, qo'shimcha pul tushgan tushmaganini ham bilmaysiz. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi, mavjud arxiv ma'lumotlari, asl arxiv ma'lumotlari, ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy bilet, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlarni oling. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari ham kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, arizani aniq yozing. Masalan, mening pensiyam tayinlanishida barcha ish stajlarim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olingan olinmaganini tekshirib berishingizni, agar asos bo'lsa pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar pensiyadan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, shuni alohida yozing. Pensiya tayinlangandan keyingi rasmiy ish davrim bo'yicha ma'lumotlarni hisobga olish imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. 4-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Bu juda muhim. Og'zaki murojaat qilib qaytib ketmang. Agar sizda ro'yxat raqami bo'lsa, keyin javobni talab qila olasiz. Agar hujjat yetishmasa, aynan qaysi hujjat yetishmayotganini yozib olishni so'rang. 5-qadam. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv so'rovi qiling. Agar korxona mavjud bo'lsa, o'sha korxonaga murojaat qiling. Agar yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov yuboring. So'rovda to'liq ism, familiya, tug'ilgan sana, ishlagan yillar, lavozim, korxona nomi, o'sha davrdagi familiya, imkon bo'lsa buyruq sanasi yoki taxminiy ma'lumotlarni yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, topish shunchalik oson bo'ladi. 6-qadam. Mahallaga boring va ijtimoiy yordam imkoniyatlarini so'rang. Ayniqsa yolg'iz pensioner bo'lsangiz, daromadingiz past bo'lsa, davolanishga katta pul ketayotgan bo'lsa, uy-joy sharoitingiz og'ir bo'lsa, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Menga qanday yordamlar bor deb umumiy so'rashdan ko'ra, aniq ayting, men pensionerman. Daromadim falon, doğru xarajatlarim oyga taxminan falon. Kommunal to'lovlarim falon. Qo'shimcha yordam olish uchun qanday hujjat topshiraman? 7-qadam. Bankdagi shaxsiy xavfsizlikni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz o'zingizniki bilan bog'langanmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? PIN kodni begona bilmaydimi? Shularni ko'rib chiqing. Agar kartangizni farzandingiz ota ishlatayotgan bo'lsa ham, har oy tushum va yechimlarni o'zingiz bilib boring. Bu ishonchsizlik emas, bu moliyaviy tartib. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yozma murojaat qiling. Har bir fuqaro o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Siz janjal qilishingiz shart emas, lekin hujjatli, madaniyatli va qat'iy bo'lishingiz kerak. Menga tushuntirib bering, qaysi davrlar hisobga olingan, qaysi davrlar olinmagan, nima sababdan deb so'rashingiz mumkin. 9-qadam. Oilada 55 yoshdan oshgan yaqinlaringiz bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p buvilarimiz, onalarimiz, otalarimiz davlat idorasiga borishga tortinadi, ariza yozishga qiynaladi. Telefon ilovalaridan foydalana olmaydi. Siz ularga hujjatlarni tartibga solib bering, nusxa olib bering, arxivga so'rov yozishga yordam bering. Ba'zan bir nevaraning yarim kunlik yordam buyisiga oyma-oy qo'shimcha pul olib kelishi mumkin. 10-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. Pasport nusxasi, pensiya hujjati, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv javoblari, arizalar, javob xatlari, bank rekvizitlari, tibbiy hujjatlar bitta joyda tursin. Ertaga yana murojaat kerak bo'lsa, hammasini boshdan qidirib yurmaysiz. Demak, sentyabr oyidagi yoqimli moliyaviy kutilmagan sovg'a deganda men shuni nazarda tutyapman. Ko'plab 55 yoshdan oshgan fuqarolar o'z pensiyasi, qayta hisob kitobi, qo'shimcha ijtimoiy yordami, arxiv orqali topiladigan staji yoki bankdagi tushumlarini tekshirtirib, o'ziga tegishli pulni olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil kafolatlangan qo'shimcha to'lov degani emas.
Lekin tekshirilmagan odam ko'pincha yutqazadi. Bugun men sizga eng muhim narsani aytdim. Pensiya miqdorini tekshiring, hujjatlarni yig'ing, ariza yozing, arxiv ma'lumotlarni qidiring. Mahalladan ijtimoiy yordam imkoniyatlarini so'rang va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar sizning huquqingiz bo'lsa, uni talab qilish uyat emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz. To'lagan badallaringiz va qonuniy haqingizdir. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiyani qayta hisoblatib ko'rganmisiz? Qo'shimcha to'lov olganmisiz yoki qaysi masalada qiynalyapsiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni 25 yoshdan oshgan yaqinlaringizga yuboring. Balki aynan shu ma'lumot kimningdir sentyabr oyida cho'ntagiga kutilmagan, lekin o'ziga tegishli bo'lgan pul bo'lib qaytar.